Barchaga salom do'stlar, sizlar bilan men Uzubehir Abrin va bugungi videoda Gigant Minecraft videosining 1/3 qismini olamiz. Bugungi videoda biz mana shu Gigant TNTni portlatamiz. Ko'rib turganlaringlardek, u tayyor bo'ldi. Sizlar bilan uni ustini yasadik va ichini TNTlar bilan to'ldirib chiqdik. Albatta kadr ortida uni o'zim to'g'rilab chiqdim, chala joylarini. Bugungi videoda uni qurib chiqamiz. Keyin avval mana bu yerga uy quramiz va uni ichiga bitta qishloqni qo'yib qo'yamiz. Bu Gigant TNTimizni qanchalik vayronkor ekanligini aniqlab olamiz. Aniqlash uchun agar qishloqqa tirik qolsa, bu Gigant TNTimiz unchalik ham yaxshi emas bo'ladi. Agar o'lsa, TNT yaxshi ekanligini isbotlaydi. Eshik qurmaymiz, qishloqqa chiqib ketib qolishi mumkin. Ana bu yerda qishloq qo'yamiz. Tirik qola olasanmi? O'zingga ishonasanmi qishloqqa? Mana tayyor bo'ldi va Gigant TNTimizni portlatgan bo'ladi. Do'stlar, bu Gigant TNTga necha ball berishinglarni kommentariyada yozib ketinglar. 1 dan 10 gacha qaysi ballni berasizlar? Baho o'zlaringdan. Albatta kommentariyaga yozinglar. 1, 2 va 3. Oho. Kompyuterim qotyapti-yu. Ana. Oho. Wow, do'stlar. Yo'q, men Real Madrid logosimga ziyon yetkazibdi. TNT bunchalik vayronkor deb o'ylamadim, do'stlar. Biz qurgan birinchi Real Madrid logosi sinib ketdi. Yo'q, uni toji. Yaxshi ham kattasiga ziyon yetmadi. Uni to'g'rilab qo'ysa bo'ladi. Mayli, keyinroq to'g'rilab qo'yaman do'stlar. Mana buni qaranglar. TNTimiz shuncha joyni vayron qilib tashladi. Ana uy bo'lsa, prosta yo'qib ketdi. Qishloqi tirik qolmagani aniq. Wow, do'stlar. Xullas do'stlar, sizlar bilan Gigant TNTni qurdik. Bu Gigant Minecraft videosining birinchi qismini, final bo'limi edi. Shunday qilib, ikkinchi qismni kutib qolinglar do'stlar. Sizlar bilan men Uzubehir Abrin bo'ldim. Agar bu yoqqan bo'lsa, kanalga obuna bo'ling, like bosib qo'ying. Xullas do'stlar, mana Gigant TNTni qancha qurdik va uni portlatdik. Bunga bir qaranglar. Prosta tak kompyuterim ham qotib qoldi. Uning ichida naq 3750 ta TNT joylashgan edi. Mayli do'stlar, sog' bo'linglar, salomat bo'linglar. Sizlar bilan men Uzubehir Abrin bo'ldim. Barchaga xayr.